sahifasining bu galgi sonida tarixda dushmanlarni yengish uchun o'ylab topilgan g'ayrioddiy harbiy taktikalar xususida hikoya qilamiz. Albatta, tarixdan ma'lumki, ko'plab janglarda g'alaba qo'shin soni bilan emas, harbiy zakovat bilan qozonilgan. Agar sonlar barini hal qilganida edi, tarixdagi ko'pgina janglarda kam sonli qo'shin katta qo'shinlarni aslo yenga olmagan bo'lardi. Demak, tarixdagi eng g'ayrioddiy harbiy taktikalar bilan tanishishni boshlaymiz. Atsitik o'lim xushtagi. Insoniyat tarixi davomida har bir davlat jang oldidan yoki jang vaqtida askarlarni ruhlantirish va dushmanlarni vahimaga solish maqsadida musiqadan keng foydalanishgan. Masalan, Usmoniylar imperiyasi qo'shinidagi musiqachilar guruhi buning yaqqol misollaridan biri. Biroq atsiteklarda musiqadan jang vaqtida foydalanish sal boshqacharoq bo'lgan. Qadimgi atsiteklar yashagan Mexiko shahri yaqinidagi bir tarixiy joyda o'tkazilgan arxeologik tadqiqot natijasida topilgan ushbu bosh suyagi aslida puflab chalinadigan musiqiy asbob hisoblanadi. Undan chiqadigan sas esa odam chinqirig'iga juda o'xshaydi. Ya'ni mana bunday. Atsitek askarning bunday xushtakka ega bo'lishi uchun dastlab kamida bitta dushmanni o'ldirgan bo'lishi kerak. Chunki bu xushtak o'sha vaqtlarda haqiqiy odam bosh suyagidan yasalardi. Jangga ketishda minglab atsitek jangchilari bu xushtakni chalar. O'rmon ichidan xuddi insonlar qatl qilinayotgandek dahshatli ovozlar chiqardi. Buni eshitgan dushman askarlari esa jangga ruhan mag'lub holda kirishgan. Qirol Gojiyan va qo'shinining old qatori. Bundan taxminan 2,5 ming yil oldin Xitoy tuproqlarida Yu davlati hukm surgan. Ushbu davlatni o'sha davrda psixologik jangning ahamiyatini kashf etgan va buni ayovsiz amalda tatbiq etgan qirol Gojiyan boshqarardi. Shunisi qiziqki, Gojiyan jang maydonlarida qo'shinining old qatoriga o'lim jazosiga mahkum qilingan mahbuslarni joylashtirardi. Ikkita qo'shin qarama-qarshi kelganda qirol Gojiyan amri bilan dushman qo'shini ko'z o'ngida old qatordagi mahbuslar yerga cho'kar, bari qilichdan o'tkazilardi. Buni ko'rgan dushman askarlari qarshilarida o'z qiroli uchun shunday oson jon berishga tayyor qo'shin turgan deb tasavvur qilar yoki bular o'z askarlarga shunday zulm qilsa, bizga nimalar qilisharkin degan tasavvurlarni o'ylab, qo'rquv iskanjasiga tushardi. Pelesium jangi. Kelib chiqishi forslarga borib taqiladigan Ag'aminish imperatorligi qo'shini miloddan avvalgi 525-yilda Misrga bostirib kiradi va ba'zi hududlarni ishg'ol qiladi. Bu Misrga qarshi ochiqdan ochiq urush e'loni edi. Misr qo'shini darhol shay holatga keltiriladi va Pelesium mintaqasida dushman qarshisiga chiqadi. Faqat forslar hukmdori qirol Kambisas II ning Misr qo'shiniga bir syurprizi bor edi. U qo'shiniga ko'chada qancha mushuk bo'lsa, tirik holda to'planishini va askarlarning qalqonlarga bog'lanishini amr etadi. Misr davlati uchun muqaddas sanalgan mushuklarning qalqonlarga bog'lanishi Misr qo'shinining kayfiyatini buzadi va jang qilish istagini yer bilan yakson qiladi. Natijada jang yakunida 50 ming misrlik askar qurbon bo'ladi. Forslar esa atiga 7 ming askarni yo'qotgan. General Zhu Liangning bo'sh qal'a taktikasi. Milodiy 200-yillarda Tsuan va Chaoyey davlatlari Xitoyda hokimiyatni qo'lga olish uchun jang olib borishayotgandi. Bu janglar asnosida Tsuan davlatining Shichin qal'asi qamal qilingandi. Unchalik katta ahamiyat kasb etmaydigan bu qal'ada general Zhu Liang qo'mondonligida taxminan 100 askar mavjud edi. General Zhu Liang 10 minglab askarga qarshi 100 askari bilan bu qal'ani mudofaa eta olmasligini yaxshi bilardi. Shu sababli juda antiqa taktikani qo'llaydi. Askarlarga yashirinishni amr etib, qal'aning barcha darvozalarini ochtiradi. Hatto qal'a oldiga o'yin o'ynab yurgan bolalarni ham qo'yadi. 10 minglik qo'shini bilan bu qal'ani istilo qilishga kelgan dushmanlar qal'ani uzoq vaqt kuzatishgandan so'ng buni aniq bir tuzoq deb taxmin qilib, hujum qilish fikridan voz kechadi va o'z qarorgohlariga qaytishadi. Shunday qilib, bo'lajak hujumning oldi olinadi. Kechqurungi hamla. Serblar, vengerlar, bolgarlar va bosniyaliklar 1364-yilda ittifoq tuzib, Usmoniylarni Bolqon yarim orolidan haydab chiqarish maqsadida 60 ming kishilik qo'shin bilan Usmoniylar tomon harakatlanishadi. Bu qo'shinni qarshi olish Usmoniylar imperiyasidan Laleshahin podsho qo'mondonligidagi qo'shin soni 12 mingdan oshmagan askarlarga topshiriladi. Usmoniylar podshohi Murod I ko'mak kuchlar borishini aytib, dushman qo'shinini Merish daryosidan o'tishini sekinlashtirib turishni amr etadi. Biroq dushman qo'shini Merish daryosini hech qanday qarshiliksiz kechib o'tadi va qarorgoh quradi. Laleshahin podsho esa o'z qo'shiniga ularga hujum qilmaslikni buyuradi. Faqatgina qo'shin orasidagi qo'mondonlardan biri Hoji Ilbey unga quloq solmaydi va yoniga mingdan ortiq askarlarni olib dushman
dushmanga oqshom mahali hamla qilishni rejalashtiradi. Kech tushishi bilan har bir askarga ikkita mash'ala berib, son jihatdan ko'p ekanligi tasavvurini uyg'otgan Hoji Ilbey dushman qarorgohiga hujum qiladi. Dushman askarlari uyqudan uyg'onar-uyg'onmas qarshilarida raqib qo'shinini ko'rganda Usmoniylar davlatining asosiy qo'shini hujum qildi deb o'ylab, karaxt ahvolda qochishga chog'lanishadi. Qo'shinning bir qismi Hoji Ilbey askarlari tomonidan yo'q qilinib, katta qismi esa qochishga urinarkan, Merish daryosiga g'arq bo'ladi. Sohibqironning yashirin quroli. Sohibqiron Amir Temur barcha tarixiy manbalarda yengilmas qo'mondon deya ta'riflanadi. Albatta, buyuk hukmdorning bu ta'rifni qo'lga kiritishi u darajada oson bo'lmagan. Hindistondek ulkan davlatga harbiy yurish qilgan Amir Temur qo'shini taxminan 600 kilometrlik safar davomida deyarli kuchli qarshilikka uchramaydi. Lekin kutilmaganda shu vaqtgacha janglarda duch kelmagan jonzotlari fillar bilan to'qnashishiga to'g'ri keladi. O'sha davrda Hindistonda hukm surgan Dehli sultonligi fillardan jang quroli sifatida keng foydalanishini eshitgan edi va bu hayvonlarning ojiz tomonlarini izlashni boshlaydi. Hal qiluvchi jangda Dehli sultonligining juda katta sonli qo'shini jangchi fillar bilan qarshisiga chiqqanida Amir Temurning rejasi allaqachon tayyor edi. Dastlab jang maydoniga fillarni yuborgan hindlar hukmdori kutilmagan hamlaga duch keladi. Chunki sohibqiron jangda g'olib bo'lish uchun qoyilmaqom harbiy reja tuzib, fillarga qarshi jang maydoniga o'tin yuklangan tuyalarni olib kiradi. Jang boshlanishi bilan tuyalar ustidagi o'tinlar kamonchilar yordamida yoqiladi. Fillar ustilariga o't yonayotgan tuyalar bostirib kelayotgandan hurkib ortga qochishadi va o'z qo'shiniga katta talofat yetkazishadi. Ma'lum bo'lishicha, fillarning ko'zlari gavdasiga nisbatan ancha kichik bo'lishi sababli olovdan qattiq hurkishgan. Sarkardaning kurashda qo'llagan tadbiri foyda berib, u butun Hindistonni bosib oladi. Sohibqiron Hindistonni fath etganidan so'ng qo'shinini kuchaytirish uchun o'zi ham jangchi fillardan ko'p foydalangan. Hatto Anadoluga yurish qilganida ham qo'shinida 32 ta fil bo'lgan. 1402-yilda yuz bergan Anqara jangida bu fillarni oldingi qatorlarga qo'yib, Usmoniylar qo'shinini dahshatga tushirishni rejalashtirgan. Rum va Anadolu askarlari o'sha vaqtgacha umrida ko'rmagan jangchi fillardan qo'rqib, sarosimaga tushishgan edi. Bugun sizlarga tarixdagi eng g'ayrioddiy harbiy taktikalar haqida hikoya qildik. Navbatdagi sahifalarimizda bundan-da qiziq ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bizdan uzoqlashmang.